ulgurib qoladigan joyi, ya'ni seyfimizda ozgina qoldi. Har bir donasi 1.100.000 dan. Ya'ni bu batareykada ishlaydi, ko'rib turganingizdek. Undan tashqari qaranglar, mana bu tumbuchkalarni qo'yganmiz, sirop. Har bir donasi 300 mingdan. Bular hammasi istiqbolligi. Bunimiz sotilgan. Qaranglar, undan tashqari oynalarimiz bor. Bu ham istiqbolligi, ko'rib turganingizdek. Narxi 300 ming so'mdan qilib beramiz. Undan keyingi oynamizni ko'rsatamiz. Bu oynamiz vannada katta 1.20 ga размер какой было? 1 metrga 1.20, ya'ni buni narxi 450 ming so'mdan. Qaranglar, 1.30 ga 1.20 ga 230. Yostig'i, navlchkalari, matraslari yaxshi, gostinitsaga ham olsanglar bo'ladi, ya'ni uyga ham olsanglar bo'ladi. Bu komplektni ikkalasini, ya'ni tumbuchkasi bilan birga 1.900.000 dan qilib beramiz. Narxi sal tushdi chunki ozgina qoldi. Keyingisi buni ko'rsatganimizda 1.400.000 dan qilib beramiz. Ikkita stul va hamda bitta stolimiz. Undan keyin ketdik. Bularni 200 mingdan qilib beramiz. Bu podstavka, ya'ni bagaj qo'yish uchun, chimadan qo'yish uchun tumbuchkamiz. Undan keyingisi bu uzun komod, bu ham istiqbollik hammasi. Bular narxi 1 million so'mdan. Tumbuchka, ya'ni tumbuchkani ko'ryapsizlar, bu istiqbolligi. Ketidan xolodilnik, ICM'niki turetskiy. Ya'ni buni optim 300 dollardan olishgan. Lekin bizda hozir xolodilnik 5 so'm ishlaydi. Tumbuchkasi bilan birga 1.100.000 dan beramiz. Undan tashqari bizda kavralarimiz bor, uni ko'rsatamiz. Kavralarimiz yupqa emas, mana ko'rib turganingizdek qalingina. Endi buni har bir kvadrat metri 60 ming so'mdan. Agarda optim olmoqchi bo'lsangiz, yana ozgina o'tib beramiz. Bemalol pastki nomerga telefon qilib ulgurib qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.